Oshno, bugun Termizdan odamlarning eng baxtli kuni qaysiligini so'rab ko'ramiz. Xreni o'zini eslolmaymiz-da. Shaxsan o'zim uchun kreditlarimni hammasini to'lab bo'lgan kunim men uchun eng baxtli kunim. Eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? O'qishga kirgan kunim? Har kuni. Maktabimda birinchi kunim. Men uchun eng baxtli kun. Men uchun eng baxtli kun bu o'zim zakovatchi bo'lganim uchun zakovat bo'yicha Surxondaryo viloyatida o'quvchilar o'rtasida birinchi o'rinni olib respublika bosqichiga chiqqanimiz bo'lgan. Hayotimdagi eng baxtli kunim bu birinchi marta onajonim tug'ilgan kunida sovg'a olib borgan kunim bo'lgan. Har kuni. Kecha iPhone oldim. Men uchun eng baxtli kunim tug'ilgan kunim bo'lgan. Men uchunmi? O'zim mehnat qilib, Toshkentda ishlab, o'zimga birinchi iPhone 15 Pro Max olganim eng baxtli kunim bo'lgan. So one beautiful day is today because I just arrived to Uzbekistan and I met new friends. So what can I ask more? It's perfect. Thank you very much. Ko'rib turganingizda 70% aholining baxtli kunlari bu pulga taqalgan. Endi menga aytingchi, baxt pulda emas deb. Nimaga taqalgan? Pulga taqalgan-ku, baxtli. 15 olish uchun pulga taqalgan-ku. Puli bo'lmaganda 15 ola olarmi? Hammangizni o'z fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Baxt pulda emas degan ertaklar o'ylab topgan